Assalomu do'stlar, sizlar bilan men O'sha do'stlar, yangigina videomga xush kelibsizlar do'stlar. Bugungi videomizda sizlar bilan uy qurishni, ya'ni 3-qismidan nima quramiz do'stlar? Mana bu fermani ko'ringlar, juda ham ajoyib chiqqan, to'g'rimi? Ha, albatta, ba'zilar uchun ajoyib, ba'zilar uchun umuman ajoyib emas. Buni qanday qilib men buni to'g'rilab oldim. Mana bu yerdan oldim, mana bu narsani, lekin men yana bir bor 2 blok balandroqga ko'tardim va undan ham chiroyli chiqqan bo'lgani uchun albatta layk va obuna bo'lib qo'yinglar. Bugungi videomizda sizlar bilan shunaqa uylar quramiz do'stlar. Birinchi bu biz mana bunaqasiga o'nta ekan, shuning uchun mana bu yerdan nima qilishimizni bilamiz. Sizlarga hozir ko'rsatib o'taman nima qilishimizni. Do'stlar, bu video sizlarga yoqgan bo'lsa, avvalgi video yoqgan bo'lsa, albatta kanalga layk va obuna bo'lib qo'yinglar. Ya'ni do'stlar, bu nima bilasizlarmi? Ya'ni bizda do'stlar asli ko'rinishi xuddi mana shunaqa edi. Shuning uchun biz buni sal boshqa narsaga o'zgartirdik. Mana bu yerini sal balandroqga aniqlik va mana bu narsalarni umuman yo'q qilib tashladik. Sizlarga yoqgan bo'lsa kanalga albatta layk bosib qo'yinglar do'stlar. Mana shu video sizlarga yoqdimi yoki yoqmadimi? Mana bu video juda ham ajoyib video chiqqan. Mana shuni ko'rib olinglar yoki mana bu yerni ham ko'rib olinglar. Bular juda ham ajoyib chiqqan. Unda videoga qaytamiz. Va nihoyat do'stlar, mana buga ham qaytib keldik. Tak 2 3 4 va 2 3 4. Agar mana shunaqasi qilib chiqsak, menimcha yaxshi bo'ladi yoki mayli, buni endi balandroqga ko'tarsak, xuddi shunday. Endi biz buni mana bunaqa joylarni ham qilib olamiz. Xuddi mana shunaqa qilamiz. Buni qanday qilishni ham o'zim ham balkim bilaman yoki bilmayman. Shuning uchun mana shunday qilib bunday va bunday. Shundaymini? Ha, xuddi shunday. Endi biz buni bu tomondan mana shunaqasi qilib chiqamiz. Do'stlar, bugun ikkitagina video qo'yaman. Menimcha 2ta. Qanaqa video qo'yishimni albatta kommentariyga yozib qoldiringlar. Ya'ni men shortsiz qo'yganman. O'sha videodan ham qilsa bo'ladi. Hozir do'stlar buni yo'q. Va do'stlar, mana yo'q qilib bo'ldik. Do'stlar, endi biz mana shu yerga xuddi mana shunday qilib qo'yib chiqamiz. Ya'ni bu nima desanglar, bu tepasi ham, ba'zilar tepasi ham fermami, nima qilasiz ikkita ferma deganlar uchun yo'q. Aslida bu tepasi uy bo'ladi, pasti esa ferma bo'ladi. Juda ham kattakon ferma bo'lishi uchun shunaqa qilib chiqdik. Xo'p, va nihoyat mana tugatdik. Endi biz buni mana shu xatolik yuz beribdi. Mana bu joyiga mana shunday qilib chiqib shunday qilamiz. Yo'q, xuddi shunday bo'ldi. Endi biz buni mana bunday qilib chiqamiz. Mana bo'ldik. Endi esa xuddi mana shu tomonlab menimcha shunday. Endi bu tomonga ham xuddi shunday qilib chiqamiz. Buning uchun videoni menimcha to'xtatib turaman. Yo do'stlar, va nihoyat
va nihoyat biz bo'ldik. Mana bunga baho bersangizlar. Vau! Juda ham ajoyib chiqqan bu. Endi do'stlar biz nima qilamiz bilasizlarmi? Endi bu tomonga biz tepalikka qaratilgan nima desak narvon quramiz, ya'ni yurish uchun nima edi, shu yurish uchun qo'yiladi. Tepaga bemalol chiqish uchun xuddi shunday bo'lishi uchun biz ba'zilar o'ylashi mumkin, nima uchun bu yerdan qaraysiz, pastdan qursangiz bo'lmaydimi, shunaqasi chiqadimi deb o'ylashlari mumkin. Yo'q, albatta men bu yerdan qurmayman. Yo'q, bu yerdan endi biz nima qilamiz? Endi bu yerga chiqish uchun yo'lak quramiz. Qoch. Endi uchinchisidan mana 2 3 mana. Endi biz bu yerdan ikkitali qilib qurib ketamiz. Mana shunday qilsak zo'r chiqadi degan aytaman. Endi esa mana shunday qilib ketib qolaveramiz. Voy, mana shunday bo'lsa to'g'riroq bo'ladi. Mana shunday. Va xuddi shunday bunday qilamiz. Va mana tayyor. Endi esa yuramiz. Mana bu tomonga, ya'ni biz menimcha xato ketdik, chunki mana bu tomondan kelish kerak edi. Endi biz mana shunday qilib chiqaramiz. Xuddi shunday bo'ldi, faqat mana endi ham zo'r bo'ldi. Bizga endi bu yo'lga xuddi shunday qilib joy qurdik, lekin mana bunday qilib naqas qilib chiqsa zo'r bo'lardi. Mayli, endi bu tomondan ham xuddi shunday qilamiz. Endi 1 2 3 uchinchisidan qurdik, demak mana shunday qilib, xuddi shunday qilib mana shunday qilib balandlikka chiqaramiz. Mana shunday bo'ladi. Va do'stlar, keyingi qism kim bilan bo'lishligini bugungi videoda ko'rib olasizlar. Endi biz bu yerga xuddi shunday
boya u tomondan qilgandek yo'lak qo'yamiz. Mana demak bizda nimadir shu mana bunaqa qilgan joyimiz oz qoldi tayyor bo'lishiga. Xo'p, endi biz nima qilamiz? Aytaymi nima qilamiz? Biz endi bu tomondan mana shunday qilganimizda xuddi shunday qilib biz buni yopamiz. Mana shunday qilib faqat bu tomondan qolish kerak. Mana endi esa do'stlar videoni to'xtatib turaman. Va nihoyat do'stlar biz uyimizni ham bitirib bo'ldik. Mana bunday eshiklarni qo'yib chiqdik. Endi bu do'stlar bu yerlarini demak uylarga endi pushta olaylik va sariq yoki siyoh rang. Bularga endi mana shunday qilib olamiz. Endi esa bularni birinchi bu mana shunday qilib qo'yib chiqamiz va yotoq bittasi bu tomonda, bittasi bu tomonda turadi. Ikkinchisida bittasi bu tomonda va hadislar bu yerda ikkitagina bo'lishi kerak. Shunday qilib bittasiga boshqa rang. Demak, bu rangni qo'yamiz. Yo do'stlar, bunaqa emas, yashil rangni qo'yaylik va mana shunday qilib qo'yiladi. Endi buni yana bir bor mana shunday qilib bu tomonga qo'yamiz. Buni ushlab tursin. Endi bu yerga ikkita bunday shunda bersak mana chiroyli bo'ldi degan umiddaman. Va bu tomonga nima qo'yishimizni hamma biladi. Balkim ba'zilar bilmaydi. Bu esa mana gilam. Va bu tomondan esa o'tiradigan oshxona quramiz. Va bu tomonda o'tiriladi. Yo'q, mana bunday qilib hadiga to'rttagina bo'lib qo'yamiz. Tomondan ham xuddi shunday. Mana endi esa mana bunday qilib qo'yib qo'yamiz. Ya'ni bu tomonda bemalol o'tirish uchun joy bo'ladi. Bu tomon esa pishirish uchun ozginagina jihoz. Bitta bunaqa va bunaqa va bunaqa. Yo'q, buni o'rniga bular bu yerda emas, bu tomonda bo'lib mana shunday bo'linadi. Mana shunday bo'ladi. Bu esa mana. Endi bu tomonda shunday qilib bo'lganimizdan so'ng shunday qilamiz va buni qo'yamiz. Ya'ni pishirish uchun. Mana tayyor. Endi biz xolodilnik qo'ysak bo'lgani. Xolodilnik. Mana xolodilnik. Mana bu ham ochiladi, bu ham ochiladi. Ba'zilarda mana bu ochilmaydi, chunki ular xato qilayotgan bo'linadi. Mana xuddi shunday qo'yib chiqamiz. Endi esa bu tomonda yopamiz, chunki bu yer oshxona bo'lib qoladi.
xuddi shunday qilib chiqamiz. Keyin esa zalni ham qo'yamiz. Mana shunday qilib mana endi esa eshiklar shunday turadi. Bu yerda biz yashaymiz. Keyin do'stlar mana shunday qilib qo'yamiz. Va bu yerda oshxona, bu yerda esa o'tiradigan joy qilamiz. Qilib bo'ldik, ya'ni svet, ya'ni chiroq bu balandda bo'ladi. Mana va mana shunaqa chiroq bo'ladi. Juda ham ajoyib chiroq deb umid qilaman. Bo'ldi, endi esa hamma bilgandek gilam qo'yamiz. Gilam juda ham kerakli narsa bo'ladi. Aytgancha bu tomonga qo'yilmaydi. Mana. Va nihoyat biz oshxonani bitirdik. Endi bu tomonni yopsak, bittagina qoldirib, mana shunday qilib qo'yamiz. Ikkita bo'ladi. Chiroyli chiqayotgan bo'lsa, albatta like bosinglar. Uncha chiroyli chiqmayotgan bo'lsa esa kommentariy yozinglar. Juda ham chiroyli chiqdi deb komment yozinglar. Yo'qmasa, yo'q, umuman yaxshi emas deb yozinglar, lekin ko'pincha odamlar umuman yaxshi emas deb yozsa kerak deb o'ylayman. Endi gilamlarni qo'yib olamiz. Bu yerga va bu yerga. Endi esa biz shunaqa qo'ysak bo'lgani. Va balandga emas, endi yonlariga bu yerga bitta qo'yamiz. Ya'ni bittagina fakir. Bu tomonga ham xuddi shunday qo'yib chiqamiz. Yo'q, bu yerga fakir qo'ymaymiz. Bu yerda kimdir dars yoki boshqa narsa qilmoqchi bo'lsa, endi esa mana shunday qilganimizdan keyin tayyor. Fonarlar mana bu joylarga qo'yamiz. Va nihoyat bo'ldi do'stlar. Endi zal esa vanna, tualet mana bu joyda bo'ladi. Do'stlar, mana bu yerda bu tomonda qilmaymiz, buni buzib tashlaymiz. Buni esa yopamiz. Bu tomonda ham xuddi shunday. Bu tomonda ham yopamiz. Nima uchun bunday qildim deganlar uchun hozir ko'rasizlar. Ikkitadan qo'yib chiqamiz. Va mana bo'ldi.
kichkinagina qolibdi. Do'stlar, sizlarga yoqayotgan bo'lsa, kanalga obuna bo'lib qo'yinglar, tezroq qilib. Endi do'stlar, bu yer xuddi shunday. Endi bu yer hojatxona bo'ladi. Alohida bo'ladi. Juda ham ajoyib uy. Endi esa mana shunday qilib va nihoyat do'stlar, uyimizni ham bitirib bo'ldik. Va do'stlar, uyimiz juda ham ajoyib chiqqan bo'lsa, kanalga bitta like bosib qo'yinglar. Bugun ko'rsatishga ulgura olmayman, nima uchun desangiz, vaqt menimcha yo'q deb o'ylayman do'stlar. Albatta kanalga obuna bo'linglar. Keyingi qismida mana shu uyda biz yashab qolamiz. Bu uyda ham yashab qolamiz va bu uyda ham yashab ko'ramiz. Qani qaysi biri sizlarga yoqar ekan? Biz birinchi bo'lib mana bu uyda tanlagan bo'lardim. Kanalga albatta like, obuna bo'lib qo'yinglar. Keyingi qism qanaqa nima haqida chiqishini kanalga aytib qo'yinglar kommentariyga. Barchaga xayr do'stlar. Barchaga xayr. Sizlar bilan Lisa bo'ldim. Sizlarga kattakon rahmat. Sizlar bilan Lisa bo'ldim. Barchaga omad, barchaga xayr, barchaga salomat bo'linglar.